Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nihoyatda mayin, yumshoq, og'izda erib ketadigan iriskali shokoladli Nyu-York chizkeykini tayyorlaymiz. Mazasi dilni lol qoldiradigan, ko'rinishi esa ko'ngilni rom etadigan Nyu-York chizkeykimizni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun avvalo 250 gram pechenyemizni maydalab 100 gram eritilgan sariyog' bilan aralashtiramiz. Qolipimizga folga solib, hosil bo'lgan asosni qolipga solib yaxshilab bosamiz va qotishi uchun muzlatgichga qo'yamiz. Endi esa eng mazali qismi krem tayyorlashga o'tamiz. Idishimizga 500 gram tvorojniy sirni, 150 gram shakar solib bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Shundan so'ng 3 dona tuxumni bitta-bittadan qo'shib aralashtirishda davom etamiz. Ustiga 120 gram qaymoq, 1 choy qoshiq kukuruznik kraxmal va limon sharbatini qo'shamiz. Barchasini mayin, silliq massa bo'lguncha aralashtiramiz. Nyu-York chizkeykining siri barcha masalliqlarni mikserda emas, balki vinchikda qilinishidir. Tayyor kremni pechenye asosini ustiga qo'yib, 160-170 haroratda 1 soat pishirib olamiz. Chizkeykimiz pishdi. Endi esa sekin sovishini kutamiz. Shoshilmaymiz. Bir kechaga olib qo'ysak ham yanada yaxshi bo'ladi, chunki haqiqiy Nyu-York chizkeykini aynan shunda yanada mukammal bo'ladi. To'liq sovigach, ustiga iriskali shokolad qo'yamiz. Chekalariga maydalangan pechenye sepib bezaymiz. Ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Men yanada jozibali ko'rinishi uchun mandarin va malina bilan bezatib chiqdim. Mana mazasi tilni lol qoldiradigan, ko'rinishi esa ko'ngilni rom etadigan Nyu-York chizkeykimiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha va albatta uyingizda siz ham tayyorlab ko'ring. Shirinliklaringiz har doim shirin bo'lsin.